Bu jangchi balandparvoz bayonot berdi, raqibini yakson qilishini aytdi. Ammo tezda boshiga zarba olib, og'ziga kelib qoldi. Derek Lyuis va Aleksandr Volkovning qarama-qarshiligi. Jangchilar jangdan oldin ham bir-biriga yopishib olishdi va Aleksandr Lyuisning jasoratli harakati uchun qasos olishni xohlardi. Dastlabki soniyalardanoq Aleksandr Volkov o'zining boy va qo'l uzunligidagi ustunlikni mohirlik bilan ishlatdi. U masofani ushlab, Lyuisni aniq zarbalar seriyasi bilan parchalab tashladi. Amerikalikni mudofaa qilishga majbur qildi. 2 raunddan keyin Lyuis zo'rga oyoqda turardi va murabbiyi uni ruhlantirishga qaror qildi. Sen mashq qilding, azob chekding, chidading, do'zaxdan o'tding. Bularning hammasi aynan shu lahza uchun. Va Lyuis qayta jonlandi, rus gigantiga kuchli zarbalarni birin-ketin yog'dirdi. Uzun boshiga zarba ustiga zarba berib, Volkovni orqaga chekinishga majbur qildi. Jang tugashiga 20 soniya qolganida, Lyuis kuchli on cross bilan hujum qildi. Zarbasi aniq Jackga tegdi. Lyuis darhol yakunlovchi zarbalar bilan tashlandi. G'alaba Lyuisniki va hammani hayratga solgan ajoyib kambek.